Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga men Jahongir akamning o'z qo'llari bilan quyida qovurg'achasidan steak pishirib beraman. Yana borki, bu pishirganda ham tog'ning eng cho'qqisiga chiqqan manzaralar bilan. Aka tayyormisiz? Tayyor. Boshlaylik. Gökteki güneşin yerdeki hali, ona sorsam fıstık gibi yani. Deli diyor beni hep bu hali. Of anam of. Kafesten uçan kuş misali, tanımaz ne engel ne de mani. Bana göre bu aşk bir Endi bunaqa chiroyli manzarada, bunaqa ovqatcha bilan nima zo'r ketadi? Emikki istak soklari zo'r ketadi. Istak soklari hammangizga tavsiya qilaman. 12 viloyatda bor, hamma do'konlarda bor, kirib olishingiz mumkin. dur orada dur.